Assalomu alaykum. Alloh menga bir sinov berdi va shu sinovdan chiroyli o'tishga harakat qildim va yaqinda Jahongir Obidovich brifing o'tkazdilar va u yerda juda chiroyli gapirdilar. Aytdilarki, savob qilsang, hech kimga gapirishing shart emas bu narsani. To'g'ri, o'ng qo'ling berayotgan bo'lsa, chap qo'ling bilish kerak emas bu narsani deyishadi, lekin men jim tura olmadim. Chunki musofirchilikda men shu dard bilan, men shu kasal bilan kurashdim va to'g'ri juda ko'p yordam, yaqinlarim, qarindoshlarim, kasbdoshlarim, juda ko'p insonlar meni yonimda bo'lishdi, yordam berishdi, lekin birinchi insonlardan Jahongir Obidovich xo'jayinimga qo'ng'iroq qilib hol ahvolimni so'rab va musofirchilikda hech kimdan kam qilmasdan hamma sharoitlarimni yaratib berdilar va bundan oilamiz nomidan ming rahmatlarni aytmoqchiman va bu to'g'risida gapirish menga juda ham qiyin, lekin Jahongir Obidovich, siz bilaman o'sha chet elda kelayotgan o'zbek fuqarolarga qancha yordam berganingizni men o'zim shaxsan ko'rganman, eshitganman o'sha yerda va davolayotgan insonni oxirigacha yetkazib, oxirigacha uni yonida turib bergansiz. Sizga kattakon rahmat va barcha yonimda turgan insonlarga, qarindoshlarimga, ham kasbdoshlarimga, do'stlarimga men rahmat aytmoqchiman.